Bu akani mehnatlariga bitta like bosib o'tib ketmasanglar bo'lmaydi, akalar. 4,5 ming dollarga egalarini ko'ndirib qo'ydim. Mashinaga normalniy xarajat qildirib qo'yilgan, motorlari usulini qildirib qo'yilgan, rangi qalbis kabi oppoqqina bo'lib turibdi. Kuzovlarda hech qanaqa qirilgan, chizilgan joylari yo'q. 4 ta yumshoq yangi ballonlar taqilgan, tonirovka ruxsatnomalari olingan, do'rglas oynalar taqilgan, labo'yli, avangard labo'yli taqib qo'yilgan, holatlari zo'r. Mashinamiz gazda yurmagan, faqat benzinda haydalgan. Polni hamma yog'i 4 sloyni shumkalar qildirib qo'yilgan. Salonlariga kirganinglarda bo'lsa, polni Alicantani salonchilarni kutib oladi. Mana buni qarang. Mers rul, Mers dizaynda tablolar qo'yib qo'yilgan. Sony'da mana bunaqa yaxshi maychfollar qo'yilgan, kolonkalar qo'yilgan, usilitorlar qo'yilgan, Gertz kolonkalar dismi, Gentra sidena evakor polik. Qarang, okey, Opel motor, Opel korobkalarigacha ustunovka qildirib qo'yilgan ekan, akoprintlar qilingan. Xullas, mashinamiz full navorot, narxi 4,5 ming dollar. Okey, shuncha navorot qildirib qo'yilgan. Bu mashinalarda yil, probeg, kraska rol o'ynamaydi. 2007-yil eng oxirgi Nexia'lardan bittasi. Ulgurib baraka qolsanglar bo'ladi.